Sizlarni daromadga olib chiqadigan o'zim oyiga 3 million so'm foyda qiladigan shirinli retseptimizni sizlarga beraman. Quruq bo'lgan mikser idishga barcha tuxumlarni chaqib, shakar va tuzni solamiz. Oppoq bo'lguncha mikser qilib olamiz. Oppoq bo'lib ko'pirgandan keyin ozgina yog' solamiz, lapatida aralashtiramiz va un solib yaxshilab mikser qilib olamiz. Masalliqlar qancha solinishini video tagida yozib ketaman. Bizga shunaqa vafnitsa kerak bo'ladi. Yaxshilab qizdiramiz, 2 qoshiqdan massani solib pishirib olamiz. Issiq paytida olib, qo'limiz kuysa ham chidab, shunaqa tayoqchasiga sirazi o'rab olamiz, bo'lmasam sinib ketadi. Men o'zim marketdan olgan idishlarim kichkinaligi uchun vaflini 2 ga bo'ldim. Undan tashqari o'zim marketdan Bebestilni tagliklardan zakaz qildim. Bebestil tagliklari qulay, sifatli va arzon bo'lgani uchun har doim farzandimga shu taglikdan ishlataman. Xususiy salfetkalari bo'lsa, oshxonadagi hamma dog'larimni ketkazib beradi. Kremiga saryog' bilan varyonni molokoni yaxshilab aralashtiramiz, mikser qilmaymiz, bo'lmasam suyulib ketadi. Qopchaning ichiga kremlarni solamiz va vaflining ichini krem bilan to'ldirib chiqamiz. Konteynerlarga solib, bemalol sotuvga chiqarsak bo'ladi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bunaqa retseptlarni ko'piga ega bo'lasiz.